qaytarib yuborasizmi dedim opa. Eshitilyaptimi? Da, eshitilyapti. Manda nosozlik bo'lgan ekan, uzr. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, rahmat. Assalomu alaykum, qadr baland qadrdonlar, Greenboy O'zbekiston jonli kanalimiz qatnashchilari. Sizlar bilan g'oyibona efir orqali ko'rishib turganimdan baxtiyorman. Baxt formulasini faqat baxtli insongagina ko'rsata oladi. Baxt yo'lida bilim, ilm olaman, hayotimni o'zgartiraman, shaxs sifatida o'saman, moliyaviy erkinlikka erishaman, kompaniyaning barcha imkoniyatlaridan foydalanaman, bepul sayohatlarga boraman va mashinalar, avtobuslar olaman degan insonlar orasida ekanligimdan baxtiyorman. Baxtdan zavqlanishga esa tanamiz, ruhimiz, ongimiz, fikrimiz sog'lom bo'lishini angladim. Albatta, men o'zimni sizlarga qisqacha tanishtirmoqchiman. Mani bitta shiorim bor, albatta aytamanki, har doim baxtning qalqoni salomatlik, salomatlikning qalqoni immunitet. Hammamiz kayfiyat ko'tarib olamiz, immunitetimizni ko'targan holatda qisqagina o'zimni tajribalarimdan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ismim Diloram, familiyam Usmonova. Greenboy Global kompaniyasiga ustozim Munojat Hazirovaning takliflari bilan keldim. Sog'lig'imda muammo bor edi va bu mahsulotlar bilan kompaniyaning Biberon Yaponiyada ishlab chiqargan mahsulotlar bilan bu muammolarimdan albatta hammasidan qutuldim, a'lo natijalarga erishdim. Kasbim iqtisodchi, 20 yil производствоda planovoy отделda ekonomist bo'lib ishladim. 10 yil Shahardor tuman hokimiyatida xotin-qizlar bo'limida ishladim. 30 yil ishlab sog'lig'imni yo'qotdim. Shu vaqt ichida sog'lig'i yo'qolish evaziga men xo'jayinimni ham, oilamda xo'jayinimni ham yo'qotdim va oilada nima kerak bo'ldi? Menga sog'liq, farzandlarimni tarbiya qilish va shu sohada menga nima deydi, ozgina pul topib ishlash keldi. Endi ozgina o'zimni ham aytaman, tarmoqqa qanaqa kelib qolgan yo'llarimni. O'sha xo'jayinim marakalarida o'zimni eng yaqin insonim shu kompaniyani tabiiy mahsulotlarini iste'mol qilishni menga tavsiya qildilar. Mahsulotlarni iste'mol qilib a'lo natijalarga erishdim va o'zimni hayot davrida o'zimni natijamni o'z yaqinlarimga his qildirib, ularni ham sog'lig'iga sababchi bo'ldim, ularni ham hayotini o'zgartirishga sababchi bo'ldim. Va hozirgi paytda zamonga xos tadbirkorlik yo'lida olgan bilim va tajribalarim u hayotim davomida farzandlarimni o'qitdim, oilaviy qildim, uyli joyli qilib, albatta Alloh berdi rizqni. Shu davomida shu tarmoqda ishlab, ularni nima deydi, faoliyatda ishlab, ularni o'qitib va hozirgi kunda 10 ta nevarani buvijonisiman. Hozirda menga ko'p savol berishadi. Mana shu yoshing katta bo'lib qoldi, nima qilasan ishlab? Hozirgi paytda bizga eng muhim narsani men angladim. Hayotimiz davrida mana hozir hayotimizning asosi ekologiya. Va bizga nima kerak? Kislorod, toza suv yoki hayot turmush tarzimiz va to'g'ri ovqatlanishimiz. Buni masalan men o'sha kasal bo'lganimda buni anglab yetdim. Hozir bu mahsulotlarni ichgandan keyin bu kasalliklardan forig' bo'lib, men o'z sog'lig'imga o'zim investitsiya qilib, har oyda o'zimni sog'lig'imga kerakli mahsulotlarni olib ichib va o'zimni nazorat qilib yuraman. Va hayot turmush tarzimni to'g'ri ovqatlanishga o'tib va insonlarga zamonaviy tadbirkor, zamonaviy ezgulik elchisi bo'lib xizmat qilishga qaror qabul qildim. Insonning eng birinchi albatta qarori bo'ladi. Meni qarorim shu hayotim davrida faqat yaxshilik, ezgulik yo'lida xizmat qilish. Yana bir narsani buyuk bobomizni gaplari menga juda ta'sir qiladi. Agar o'z vaqtida sog'lig'ingga e'tibor bersang, darding uchun vaqt ajratmaysan. Yana har doim yana bir gaplarni aytamanki, yeb turgan ovqatingiz dori bo'lsa, doringiz esa ovqat. Mana shu o'zimga nima deydi, o'zimga anaqa oldim. Albatta har bitta bizning hayot turmushimiz, hozir ekologiyamiz ko'rvasiz borgan sari yomonlashib boryapti.
va yeyotgan bizani hayot turmushimizdagi bizga berilgan oziq ovqatlarni sostavida hammasi dorili ovqatlar iste'mol qilayotganimiz uchun kasalliklar juda ham ko'p boryapti. Kasalliklar ko'payib boryapti. Bu kasalliklarning sababi nimaga? Nima sababi? Albatta mana hozir bizda vitamin, mikroelementlar kamligi. Nazarxon, mana hozir menga yana savol berdingiz. Valiologiya deganda nimani tushunasiz degan savol bergan ekansiz. Valiologiya degani bu baxt degani. Baxt degani bu sog'liq degani. Hali mana shu yorim aytdim-ku. Baxtning qalqoni salomatlik, salomatlikning qalqoni immunitet. Albatta valiologiya shu sog'lom, baxtli hayotni ko'rsatadi. Demoqchimanki, yana hayotimizda 3 ta muhim narsani angladim. Birinchi bo'lib insonga nima kerak ekan? Sog'liq kerak ekan. Sog'liq topamiz, lekin keyingi narsa nima ekan? Eng muhim narsa pul kerak ekan. Pulni ham topishimiz mumkin, lekin agar pul topmasak sog'liqni qatdan tiklaymiz? Yana undan-da muhimroq narsa bu vaqt ekan. Endi har bir insonga umr chegaralab berilgan. Kimgadir 60, kimgadir 70, kimgadir 80, kimga ana bu umrimiz yoki masalan sog'lig'imiz yoki pulimiz bo'lishi mumkin, lekin sog'lig'imiz bo'lmasligi mumkin. Yoki sog'lig'imiz bo'lib turib, pulimiz bo'lishi mumkin. Ana bu tarmoqda men o'zim angladimki, hayot tarzi o'zgarsa, inson o'zini o'zgartirsa, bu tarmoqda ham sog'liq topasiz, ham boy, ham farovon, ham ong, fikrlaringiz aqliy holatda bu yashash qobiliyatingiz o'zgarar ekan. Yana menga bir fraza har doim mana qilib beradiki, Alloh taolo bu dunyoda 4 ta narsani yaratgan ekan. Aql, ilm, din, dunyo. Shunda aqldan so'ralganda insonlarga aytilgan ekan. Sen kim bilan bo'lasan deganda, aqlli insonlar bilan bo'laman degan ekan. Ilmdan so'ralgandaki, aqlli, ilmli insonlar bilan bo'laman degan ekan. Va dindan so'ralgandacha, aqlli, ilmli, diniy ilmga ega bo'lgan. Va dunyodan so'ralganda, shu 4 ta narsa qayerda jam bo'lsa, men shu yerdaman degan ekan. Bu yerda, bu tarmoqda aql egalari. Aql egalari o'z tanasiga nima deydi, investitsiya qiladi. Aql zakobatiga yarasha qilayotgan barcha ezgulik ishlari, zamonaviy tadbirkor yo'lida qilgan savob ishlari har bitta oilaga sog'lik, salomatlik olib kirish. Yana har bitta vaqtini bekorga sarflamaydi. Men ham qachonlardir 94-yilda ustozim aytardilarki, tanani ham zakoti bordir dedilar. Mana shuni keyin qachonki sog'liq yo'qolganda bu zakotni tanaga investitsiya qilishni tushundim. Nazarxon, mana valiologiya fani shuni o'rgatadi. Sog'lom, boy, barofon va nima deydi, sog'lom turmush tarzi. Ana shu vrachlar malaka oshirish institutida Shuhrat Boisovich qo'llarida 3 oy o'qiganimda ana o'zimni o'sha anglab, shaxs sifatida o'sib, mana bu faoliyatni o'rgandim. Shunaqa to'g'ri Dilom opa, sizdan so'ragandim. Endi ishtirokchilarimizga ham tushuntirib o'taman. Efirimiz boshlanishidan oldin Dilorom Usmonova oldiga borib, Dilorom Usmonova, baribir siz valiologsiz, siz tajribangiz katta bu yo'nalishda. Shuning uchun ozgina mana baribir hamma ham valiologiya o'zi nimaligini, valiologiya o'zi nima uchun kerakligini bilmasa kerak. Men ham juda ko'p narsani bilmayman bu soha bo'yicha. Shuning uchun shu soha haqida bo'lishing deb iltimos qilgan edim. Shuning uchun Dilorom Usmonova eslaridan chiqarmasdan, hali savol berishimga ulgurmasdan bo'lishdilar. Rahmat kattakon. Endi keyingi savollarimni berishimdan oldin bir ishtirokchilarimga eslatmoqchi edim. Bizda bugun efirimizning oxirida kichik lotereyamiz ham bor. Lotereyani shartlari bizning Telegram kanalimizda yozilgan edi. Ya'ni siz Telegram kanalimizga obuna bo'lgan bo'lishingiz, efir haqidagi xabarimizning ostiga, izohlar bo'limiga, kommentariy bo'limiga ism, familiya va IDingizni yozishingiz kerak edi. Va eng asosiysi, efirning oxirigacha biz bilan bo'lib, yaxshi bilimlarni olgandan keyin lotereya vaqtida ham efirda bo'lishingiz kerak bo'ladi. Chunki biz sizdan qo'lingizni ko'tarib shu
qayerda ekanligingizni tasdiqlanishingizni so'rab qolardik. Dilorom Usmonova, rahmat sizga. Endi keyingi bermoqchi bo'lgan savolim yana ozgina shu sohadan. Endi bilasiz, bizda ko'pincha aytishadi, nima agar vitamining yetishmayotgan bo'lsa yoki mineraling yetishmayotgan bo'lsa tanangda, bor deylik, misol uchun olma yegin, ko'proq go'sht yegin, ko'proq meva sabzavot yegin. Mana shularni yesang, o'sha minerallaring ham, vitaminlaring hammasi bo'ladi sanda deb aytishadi. Ko'pincha ayniqsa mana ota-onam shunaqa deyishadi va bilamanki, men misol uchun yaxshi ovqatlanaman, ham mevalardan, ham sabzavotlardan, ham go'sht, har xil ratsionimda ovqatlar bor, lekin baribir qaysidir vitaminlar, qaysidir minerallar tanqisligi bor tanamda, chunki tekshirganimda shu chiqqan edi. Shu nima uchun biz oziq-ovqatdan kerakli o'sha minerallarni hozir ola olmaymiz? To'g'ri savol. Mana bugun butun dunyo salomatlik, ya'ni wellness industriyasi asosida yashayapti. Bu degani biza nima deydi, yerimizda oldin aminokislotalar yoki qanaqadir yerimiz kuchli dorisiz yetishadigan ekinlar bo'lgan va biza yeyotgan mahsulotlarimiz barcha tanamizga singan. O'shaning uchun aytamizki, hozirgi paytda nima uchun hozir prezidentning ham qarori bor, aholi o'rtasida mikronutriyentlar yetishmasligi profilaktikasi to'g'risida uni ham qarori bor. Mikro degani kichkina hujayrani oziqasi. Mana bu oziqa yetishmasligimizdan men Nazarxon yana bitta aytamanki, o'zimni faqat simptomatik davolab, hali terapevtga, hali nevropatologga borib yurgan ekanman, lekin aslida o'zim angladimki, bir daraxtni barglarini butalab yurgan ekanman. Aslida kasalligi sababi qayerda ekan? Sababi negizi bu bizning stroy materiallarimiz hujayra ekan. Insonning tanasida 70 milliard hujayra bo'lsa, 80% suvdan iborat. Hujayraga nima pitaniya kerak ekan? Kalsiy, magniy, ftor, brom, xrom. Bitta kalsiyning yetishmasligidan mana 150 xil kasallik kelib chiqyapti. Bitta kalsiyni olish uchun bizada yoki 7 kilo sabzi, yoki 10 litr sut, yoki 3 kilo tvorog yeyishimiz kerak. Biza modulyator yeyotgan o'sha turshak yoki nima deyotgan sabzi yoki tvorog yeyotganlarimiz modulyator. Bu organizmga kerakli pitaniya. Lekin aslida hujayraning pitaniyasi boshqacha ekan. Bu hujayraning pitaniyasi bizga o'sha 60 xil minerallarimiz bor-ku, Mendeleyev jadvalidagi 60 xil mineral. Mana kundalik bizga ovqatimiz ratsionida mineral, vitaminlar kerak ekan. Mana bizning hozirgi Greenwood Global kompaniyasidagi mingdan ortiq mahsulotlar bizning tanamiz uchun, sog'lig'imiz uchun shunaqa bir ajoyib, unikalniy, premium klassdagi eksklyuziv mahsulot bo'lgani uchun shunaqa tanangizni kosmetik davolab, bizga vitamiya beradigan mahsulotlar turibdi va bu minerallar bizga kundalik kerak. Lekin mana hozir men har doim aytaman, Yaponiyada 45-yilda atom bomba portlagan, radiatsiya haligacha bor. Aholi yoshi 45 yoshga tushib qolgan. Lekin nima deydi? Davlat hukumati nima qildi? Aholisini yoshini, sog'lig'ini, ularda nima deydi? Ongi, fikri, aqliy rivojlanishi shunaqa ketayotgani uchun har bitta aholiga, har bitta grajdanga tabiiy o'sha badlarni ichishi majburlagan. Bizda ishga kirganda enini so'ralsa, ularda qaysi badlarni iste'mol qilasiz? Har kuni televizorlarda roliklar aylanadi. Mana bu bizga kundalik hozirgi davrimizda wellness industriya degani bejiz emas bu. Butun dunyo jahon salomatligi mana hozir bu narsani baralla gapirilyapti. Televizorlarda, boshqa hamma joylarda salomatlik qaralyapti. Mana bu bizga sabab bo'ldi pandemiya. Pandemiya hammaga ko'zini ochib qo'ydi. Ana bu birinchi bo'lib bizda hozir salomatligimiz yo'qligi suyak, bo'g'im kasalliklardan boshlanmoqda. Ana shuning uchun bizga hali yeyotgan olchamiz yoki gilosimiz yoki turshagimiz, magimiz kerak. U oziqa bo'ladi. Hujayraga pitaniya kerak. Kundalik makro, mikro elementlar kundalik kerak. Ana o'shaning uchun bizning hozirgi o'rtacha yoshimiz 60-67 bo'layotgan bo'lsa, biz harakat qilishimiz kerak. Hammamizga berilgan umr 100 yoshdan oshiq. Lekin agar biz o'zimizni o'sha hayot asosimizni, ekologiyani, to'g'ri ekologiyamiz hozircha anaqa, turmush tarzimizni, ovqatlanishimizda o'sha vitamin, mikroelementlarni qo'shib, haqiqatda mana bu bizning sohamizda tarmoqda shunaqa bir ajoyib deyman. Bilim, ilm bu baxt degani bejiz emas. Bu tarmoqda inson akademiyada shaxslanadi.
Mana men oliy ma'lumotli ekonomist bo'lganim bilan shuncha yil 30 yil ishlab man sog'lig'imni yo'qotdi, lekin nimaga erishdim? Faqat nafaqaga. Hozir bu tarmoqda man hayotimni boy farovon baxt yo'lida, imini ezgulik ishida va o'zimni sog'lom hayot turmushimni o'zgartirishga qaror qabul qildim va oilamni ham hozir sog'lom turmush anaqasiga o'tkazdim. Albatta bizani kelajagimiz, bizani zurriyotlarimiz, bizani davlatimizda, bizani o'rta yosimda shunaqa allomalar chiqqan. Biza harakat qilishimiz kerak. Har bir oilada kundalik dasturxonimizda shakarmas yoki masalan qandmas, har xil fast foodlamasdik, tabiiy ovqatlanishimizga makro mikro elementli vitaminli borli mahsulotlarga o'tishimiz kerak. Ayniqsa hozir kompaniyani mana man 1,5 yildan oshdi. To'g'ri, bu sog'lig'im tufayli biznesga ham kirib keldim, lekin menga birinchi tarmog'i kelganimda menga savol berishgan: biznesga qiziqasizmi? Yo'q. Biznesni yoqtirmayman. Sayohatchi deyishganda sayohatni ham yoqtirmayman deganman. Negaki menda stress, kasallik bo'lgan. Ana o'shancha anglab yetmaganman. Mana sog'lig'imni tiklagandan keyin tarmoq insonlarga nima berar ekan? Baxtdan zavqlanishga, hayotini boy farovon. Butun mana sayohatlarga necha yildan beri mana sayohatlarga chiqib kelyapman. Mana shu faoliyatimda ustozlarimga rahmat deyman. Ayniqsa kompaniyaning asoschisi Shizilov Shohjahon Nazrullayev kechga va Nodira Rashidzoda, Munojot Hazirovalarga. Shu sabab men shu yerdaman. Mana shu sabab men 8 marta bepul sayohatlarga chiqib keldim. Bu nimani hisobidan? Qarang, sog'lish, tiklash evaziga bepul sayohat qayerda bor? 30 yil ishlab men faqat 3 oyda bitta kvartalda 50 ming so'm premiya olganman hokimiyatda. Bu yerda sog'liq tiklash evaziga sayohat, daromad va ezgulik, nima deydi, savob ishlar, shu sohani sevganman. Lekin yana men undan tashqari boshqa o'zim istaydigan bilimlarim bor. Shu paytda shunaqa zehnlarim o'tkir bo'lardi, ham diniy tomondan yodlashlarga shu xotiralarim pasaygan edi. Mana xotiralarim ko'tarib, o'sha narsalar qayta tiklanyapti sekin asta. Men hammaga xalqimizni boyligi uchun, farovon boy yashash uchun hammaga tavsiya qilaman. Har bir oilaga kirish kerak. Har bir oilada stolida haligi shakar, qand yoki fast foodlarni olib tashlab, gazli ichimliklarni olib tashlab, o'rniga zavtrakka ertalab bizani Greenway kompaniyamizdagi shunaqa kletchatkalar bor. Shunaqa slimer, chia urug'li kashalarimiz bor. Ana o'sha hayot tarzimizni o'zgartirsak, ichki kosmetikangiz, ichki go'zalligingiz oshib boradi. Aql fikringiz, ongingiz oshib boradi va siz boy insonsiz. Mana bu akademiyada yana bizga nima berilyapti? Shunaqa bir ajoyib ilm, bilimlar berilyapti. Bu narsani o'zingiz siz faqat dunyo yig'mayapsiz. Dunyo yig'ib, yo'q mashina, uy to'g'ri, bu ham kerak, bu ham qolib ketadi. Lekin siz oilangizga yuqtirishingiz kerak. Nimani yuqtirishingiz kerak? Sizdagi bo'layotgan savob ishlarni, sizdagi bo'layotgan salomatlik tarzini yuqtirishimiz kerak. Har bitta o'zimizni oilamizda bo'lish kerak. Bu faqat o'zimiz ichib oilamizga, farzandlarimizga bermasdan emas, albatta birinchi o'zimizdan o'zimizni o'zgartirib, o'zimizni o'sha farzandlarimizni hayotini o'zgartirishimiz kerak. Ana bizaga kelajakda o'sha farzandlarimiz nima olib keladi bizaga? Oqib turgan daryolar oqib turadi. Ana o'sha oqib turgan daryolarni to'xtatish kerak emas. Ana shu bizning ketimizdan keladigan zurriyotlarimiz daryolarni to'xtatmasdan oqib turadi. Ana o'shanda bizning ham O'zbekistonimiz Yaponiya davlatiga o'xshab, imina shunaqa bir boy biza albatta sog'lig'imiz bo'lyapti. Shunaqa aqli zakovatli zo'r zurriyatlar, texnikalarimiz ham zo'r faoliyat yurg'izib boradi. Rahmat. Gaplaringizdan Yo'q, men mazza qilib tingladim. To'g'risi, gaplaringizdan shunaqa zo'r motivatsiya oldim. Hozir uyga borib, birinchi navbatdan qand, shakarlarni tashlab yuborib, o'zimizni kletchatkalarni olib, asta-sekinlik bilan men ham sog'lom turmush tarziga o'taman. Aslida gaplaringiz juda ham to'g'ri. Men ham eshitganman, yaponlarning mana shu
umumiy qilib aytganda meditsinaga, umumiy qilib aytganda insonning sog'ligiga boshqa tomondan qarashi, ya'ni ular kasallikni alomatini emas, kasallikni qanaqadir alomatlarini emas, uni ildizini davolashni eshitganman va ildizi har doim bizni organizmimizdagi o'sha minerallar, elementlarning yetishmasligidan kelib ketishini eshitganman. Gaplarimni shunchaki hozir ya'ni fikrlarimni tasdiqladingiz. Rostdan ham shunaqa ekan. Rahmat sizga. Endi bermoqchi bo'lgan keyingi savolim, mana siz valiolog sifatida, mana ko'rinib turibdi, juda ham tajribali, juda ham kvalifikatsiyasi yuqori valiologsiz. Menimcha ishtirokchilarimiz ham bunga amin bo'lishyapti hozir. Valiolog sifatida Greenway Global'ning sog'lomlantiruvchi mahsulotlariga qanday baho bergan bo'lardingiz? Va endi bozorda baribir sog'lomlantiruvchi mahsulotlar hozir bor, soni o'syapti. Ulardan bizni qanaqadir farqimiz bormi va bo'lsa o'sha farqi nimada? Rahmat Azokor. Albatta juda ham to'g'ri savol berdingiz. Hozirgi kunda bizlarni aholimiz oddiy sodda bo'lgani uchun ko'chadan reklama qilingan mahsulotlar yoki ko'chadan mana shunaqa turshak yesam yoki nimadir yesam man sog'lig'im tiklanib qoladi deydi. Lekin aslida ko'chadagi o'sha qanaqadir reklama Xitoydami yo qayerdan Amerikadan kelayotgan mahsulotlarni sertifikatlari, GMP sertifikatlariga javob bermas ekan. Yaqinda men bizani vrachimiz Nilufar Saroy bilan birga ishlaganimizda kasallarimizni nazorat qildik. Mana bizga hozir organizmga bizani quyosh nuri D3 kerak. Omega kerak bizga. Hozirgi mana bizani yoshimizda hamma xalqimiz uchun aminokislotali hamma mahsulotlar kerak. Lekin shuni ishlayotgan insonlar bor, lekin organizmda tekshirib ko'rsatilganda bu yetishmovchilik chiqyapti. Ana o'shaning uchun biz har doim aytamizki, kompaniyaning mahsulotlari hech qachon naqaga javob nima deydi, noto'g'ri naqaga javob bermaydi. Bizning Greenway Global kompaniyaning mahsulotlari GMP, ISO, HCP sertifikatlariga javob beradi. Ayniqsa GMP ni ko'k, yashil rangda bo'lgani uchun 100% tabiiy ekologik mahsulot bo'lgani uchun ona qornidan tortib, homiladordan tortib to chaqaloqqa va yoshi kattalarga bemalol bera olasiz degan bu savollarga Sog'liqni saqlash vazirliklaridan 100 ta 150 ta savollarga javob bera oladi. Ana o'shaning uchun siz ichayotganingizda luqmangizdan qanaqa kiryapti mahsulot? Halolmi, halol emasmi? Yana shu har bitta shu frazani men eslayman. Bizning ota-bobolarimiz qachonlarda har bitta yosh nima deydi, oilani qurishda, musulmon qizni musulmonga berganda yoki masalan o'g'il uylantirganda nafsiga qaralardi. Qanaqa boqqan, uni nima yedirib, otasi kasbi nima ish qilgan. Mana shuni men bobolarimizdan, buvlarimizdan eshitganman. Hozirgi paytda biz e'tibor bermadik. Uni luqmasi qanaqa bo'lgan, nima yegan, nima ichgan. Mana hozir bizani hozir davrda shunaqa, men shu sohada ishlaganim uchun to'ylar ko'p, 70 ta to'y bo'lsa, 100 ta to'y bo'lsa yoki 7 tasi ajrim. Har kuni ajrimlarda qatnashardim, yarashtirish komissiyalarida. Shunaqa asablarim anaqa bo'lardi, aytardimki, qachonki shunaqa ideal kelin olarmikin degan narsa o'zimda savol bo'lgan. Sog'lom va meditsina ko'rigidan o'tkazgandan keyin nosog'lom kelin kuyovlar spravkasi keladi. Biza uni xotin-qizlar qo'mitasida u yosh oilani chaqirib biza yo'nalish berardik-da. Shunda aytardim, unda qiyin ekan yoshlarni sog'lom qidirish uchun. Endi biza men har doim yosh oilalarga, yosh ota-onalarga yoki ota-onalarga qaratib gapiraman. Qizingizni hayotga tayyorlash uchun, yo farzandingizni tayyorlash uchun albatta tekshiruvdan o'tkazing. Mana halol sertifikatiga ega bo'lgan, GMP sertifikatiga ega bo'lgan, premium klassiga yoki masalan 100% tabiiy ekologik mahsulotlarni ichiring. Sog'lom otadan, sog'lom onadan sog'lom farzand tug'ilishi aniq bu. Sizning kelajagingiz bu. Bu kelajagingiz sizga allomalar yeb chiqadi. Amir Temurlar, Matrudiylar qatdan kelgan. Mana bu bizani o'sha qadimda tabiiy mahsulotlarni iste'mol qilganlar. Tanasi immuniteti, hali aytamiz-ku, baxtning qalqoni salomatlik, salomatlikni qalqoni immunitet, tabiiy immunitet bo'lgan insonda. Insonning tanasi tabiiy o'zi shifokor. Biz qatdan qidiramiz shifokorni? Ko'chadan qidiramiz. Aslida o'zimizni tanamiz shifokor. Hali aytamiz-ku, Alloh taolo bu dunyoni yaratib, Allohning korxonasida yashayapmiz. Sistema qilib qo'ygan. Mana kunduz tunga almashadi, quyosh, oy o'z vazifasini bor.
Bizani ham tanamizni sistemalari bor. 6 xil a'zoyimiz bor. 6 xil a'zoyimizga nima kerak? Teri holatdagi hujayragami yoki ko'zmi, a'zolarimizdagi 6 xil a'zolarimiz bir-biriga mexanizm, bir-biriga bog'liq joyi bor. Mana bu mexanizmlarni sozlab uyimizni ham tozalaymiz yoki masalan anaqamizni ham kanalizatsiyamiz. Endi men har doim insonga aytamanki, insonni yuzidan bilinadi qanaqa kasalligi. No, uyingizdagi oshxonangiz yo boshqangiz kanalizatsiyasi uyingiz qandoq toza bo'lsa, siz ichagingizni, ichki a'zoyingizni toza qiling. Mana bu sog'lig'ingiz sizni tanangiz yuzingizdan va sizni a'zoyingizdan biladi. Shu mana bu bizani mahsulotlarimizni farqi ko'chadan. Sertifikatlarga GMP, ISO, ICCP sertifikatlarga 100% javob beriladi. Ana o'shaning uchun har bitta inson ichayotganida nima ichyapti? Qachonlardir meni qaynonam o'sha Amerikanikini ichaman deganda kimdir olib kelib bergan, lekin o'tmagan. Alloh xayrli bo'lsa. Negaki u o'sha oshqozon ostida o'sha anaqada ichaklarda tosh bo'lib, tuz bo'lib, yara bo'lib, u kimlardir mana eshitib biza. To'g'ri, boshqa mahsulotlarni men yomonlamayman. To'g'ri, hammasi zo'r. Kompaniyani hamma mahsulotlari yo'q. Faqat ishlayotganingizda uni anaqalariga tabiiy ekologik qanaqa sertifikatlarga javob berishini, uni halolligiga qarab iste'mol qilsangiz, natijasi 100% olasiz. Zo'r, juda yaxshi tushundim nimalar bilan farq qilishini. Aytgancha sertifikatlar bo'yicha tasdiqlashim mumkin. Siz bu sertifikatlarni aziz agar mehmonlar bo'lsa oramizda, siz bemalol bizning saytimizdan topishingiz mumkin. YouTube'da ular haqida roliklarimiz, hamma dalillari bor. Bemalol hammasini olib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi keyingi bermoqchi bo'lgan savolim, bizda bilaman Greenway'da sog'lomlantiruvchi mahsulotlarning lineykasi juda ham katta, bir nechta lineyka bor va ularning ostida har xil mahsulotlar bor. Balkim ular orasida sizni eng yaxshi ko'rganlaringiz bordir. Mana inglizchada shunaqa tushuncha bor, must have, ma'nosi hamma iste'mol qilishi kerak bo'lgan, hamma bir marta bo'lsa ham iste'mol qilishi kerak bo'lgan qanaqadir mahsulotlar bormi? O'zingizning eng sevimli mahsulotlaringiz? Mana eng sevimli sotga kelganimda o'zimning muammolarimni yechgan mahsulotlardan Yaponiyada ishlab chiqarilgan Coralli kalsiy, Forbici, Super Omega, Itoforce, eng yana mana bu Vellab Rossiyada ishlab chiqargan Vellab seriyadagi mahsulot. Men hozir 65 ga chiqdim, ochki taqmayman. Sababi o'sha ko'zimni nuri ozgina anaqa bo'layotganda harakat qilaman. Vellab seriyadagi 30-chi vijim bilan 19-chi lizin mahsulotini ichdim. Zo'r natija oldim. Mana hozir ko'zlarim juda ham yaxshi. Yana demoqchimanki, meni uyimda ekstreni skoriy pomosh degan mahsulotda turadi. Navaralarim 10 ta. Hamma qo'shnilarimiz boshqa yoki hamma o'rganib qolgan. Navaralarim ertalab turib 8-choy deydi. Bronxolikus sevishadi. Immunohit. Immunohitni sostavida aristokratlar, imperatorlar iste'mol qilgan reishi ganoderma degan mahsulot bor. Ana bu reishi mahsulotlar antioksidant. Har bitta bo'ladi sirazi o'sha qaysi bir simptom boshladimi, shamollash simptomi, yo'talmi? Mana hozir ekologiyamiz yomon bo'lganicha darrov yo'tal yoki tomoq og'rig'i yoki qanaqadir holatlar bo'ladi. Mana bu har bitta oilada turishi ekstreni skoriy pomosh bo'lib turishi kerak bo'lgan mahsulot. Immunohit bilan Bronxolikus eng zo'r bizga qo'l kelgan mahsulotlarimizdan. Super Omegani yaxshi ko'raman. Mana yana demoqchimanki, din tomonidan Qur'on yodlash kerak, xotiralarimiz mana kuchayishi kerak. Borgan sarimiz men aytamanki, yoshligimdan o'zim ham televizorga, anaqam yo'q, seriallarga, birovlarning hayotiga ilm olishda davom ustozim aytardilarki, beshidan to qabrgacha ilm izlayman desalar, ustoz, shuncha ilmlaringiz bor. Nega ilm izlaysiz desam, mana o'zim mana shu hayot davomida bu sohaga kelib, tarmoqqa kelib, bu tarmoq oddiy hayot asoslari, qonunlari asosida tashkil topgan ekan. Har bitta ustozi o'sha bizning kodeksimizda bo'lgan hayot jarayonini mana bu tarmoqda ko'raman. Har bitta savollarimga javob topaman. Va savollarimga javob topganda men aytamanki, Alloh bizani siyladi. Alloh tanlangan insonlar ichida tanladi. Bu tarmoqda hammaga emas, mahsulotdan bir xil rad etsa, bad ichmayman desa,
sanga emas ekan, san bo'lmasang boshqasida deyman. O'shaning uchun mahsulotlarni juda ham sevaman. Masalan, oilamda hamma farzandlarim mahsulotni nomigacha bilishadi, kelinlarim ham sog'lom muhitni tashkil qildim. Va sizlarga ham mani qadrdonlarim, mana o'sha jonli efir qatnashchilarim hammaga tavsiya qilaman. Dasturxonimizda dehqonchilik bo'lsin, uyimizda dehqonchilik bo'lsin. Xohlagan mahsulotlarni olib iching. Mana bizga imkon berildi. Hamma mahsulotlar bor. Hozir mana zamon rivojlanyapti. Onlayn internet do'kon. Yaqinda o'sha bir Uruzorga bir santexnika bo'yicha bordim. Har oyda Uruzorga borib xarajat qilardik. Inshaalloh mana hozir bormaymiz. O'zimizda internet do'konimiz, hamma mahsulotlarimiz o'zimiz tabiiy ekologik mahsulotlarni almashtirib oilamizda ishlatamiz. Mana hozir nima kerak bizga? Har kuni yuvinamiz, go'zalligimiz, oilamiz tozaligi, hamma mahsulotlar bor. 1000 dan ortiq mahsulot har oyda mana mahsulotlar turi kelyapti. Yaqinda Moskvaga forumga borganimda juda ham yangi mahsulotlarni ko'rib ko'zim quvnab ketdi. Ayniqsa Neorezerv mahsuloti bo'yicha o'zimda juda ham anaqamda qoldi. Birinchi bo'lib mana 4 fasl bekorga berilmagan. Inson tanasini 4 faslda qish, bahor yoki masalan yoz, kuz inson tanasini tozalash kerak. Очищение deyiladi. Bizda dinda huqna deyiladi. Huqna qilib tozalansangiz, albatta mahsulotlarning ta'siri ham tezroq bo'ladi. Hozir mana ro'zadan keyin очищениеga o'tib, shu Neorezervni ham albatta ichishga niyat qildim. O'zimni ichib natijamni ko'rsatib, albatta o'zimni yaqinlarimga va o'zimni komandam, biznes partnyorlarimga hammasiga xudo xolasa ichishni tavsiya qilaman. Va natijamni esa hammaga baralla aytaman. Kutib qolamiz, albatta. Biz ham o'sha mahsulotlarni taqdimotini ko'rdik. Biz ham rosa kutyapmiz o'sha mahsulotlar kelib, biz ham tatib ko'rib, natijalarini ko'rishga. Bir pasda vaqtimiz ham bo'lib qoldi, lekin bitta oxirgi savolim bor, uni bermasam bo'lmaydi, chunki men uchun shaxsan juda ham qiziq savol, o'ylaymanki ishtirokchilarga ham qiziq bo'ladi va bundan keyin biz lotereyamizga o'tishimiz mumkin. Dilorom opa, endi bermoqchi bo'lgan savolim, mana deylik mijoz kelyapti, hali umuman biologik faol qo'shimchalar yoki boshqa sog'lomlantirish mahsulotlar ichmagan, uncha bu yo'nalishni tushunmaydi. Unga qanday qilib to'g'ri biologik faol qo'shimcha tanlash mumkin? Masalan, siz biolog sifatida bilaman, siz aniq to'g'ri unga keraklisini tanlaysiz, lekin bizning oramizda bu sohani yaxshi tushunmaydigan insonlar ham bo'lishi mumkin. Balkim bordir bir nimani tekshirish kerakdir yoki qanaqadir bir mahsulot bordirki, undan hamma narsa undan boshlansa, hech zarari bo'lmaydi-yu, faqat foydasi bo'lar. Shu qanday tavsiya berasiz? Shu insonga kerakli mahsulotni qanday qilib tanlash mumkin? Men har bitta o'zim mijoz kelganda, u bilan suhbatlarda unga nima kerakligini aniqlayman. O'ziga savol beraman. Nima shikoyatlari bor? Yuzidan ham, insonni yuzidan ham bilinadi. Suhbat davomida bilgandan keyin albatta birinchi choy, tsvita choylarimizdan ichak tozalash bo'yicha birinchi choyni beraman. Villab seriyasidagi 01 antigelmini beraman. Keyin birinchi har doim очищение, insonni tanasi birinchi skanerlash kerak, tozalash kerak. Tozalamagan mahsulotga, tozalamagan uyingizga nimadir yangi narsa olib kirib qo'ysangiz, qanaqa buni ko'radi. Insonni bu biozavodi ham top-toza mexanizmlari toza bo'lishi uchun albatta ichak toza bo'lishi kerak. Ichak tozalaydigan, organizm tozalaydigan mahsulotlarni berib, keyin to'ldiruvchi beraman. Keyin to'ldiruvchi qanaqa mahsulotlar? Agar organizmda masalan qon kamligi yoki qanaqa mahsulotlarni nima deydi, o'zidan simptomlarni bilgandan keyin tozalov mahsulotlaridan keyin to'ldiruvchi mahsulotlarni Yaponiyaning o'sha kalsiy mineralli kalsiylarni yoki o'zini o'sha karmoniga, cho'nchagiga qarab beramiz albatta. Villab seriyadagi anaqani beraman yoki immunokitni beraman yoki masalan o'sha qanaqa mahsulotlar o'ziga o'sha tanasiga muhtoj nima, o'zini ham cho'nchagiga ham sog'lig'iga to'g'ri keladigan mahsulotlardan beramiz. Har bitta inson mana o'zi natija qilgandan keyin o'zi sizga davomiy iste'molchilar oqimi yaralar ekan. Mana siz o'sha natija qilgandan keyin kuzatuvni olib borganingizdan keyin u o'zi sizni nima deydi, qidirib keladi. Mahsulotingiz haqiqatda zo'r. Men har doim qayerda yursam, ko'chada yuramanmi yoki masalan transportlarda yuramanmi,
yonimda kim o'tiradi salomlashib darrov aytaman. Sog'liq tomondanmi, nima tomondan shikoyatini bilib gapirib ketaman. Har doim aytamanki, yeng kelgan insonlar ikkilanadi. Bu mumkinmi, mumkin emasmi? Lekin aslida aytamanki, har bitta o'sha yeng kelgan insonni miyasida jahon urushi bo'ladi. Qilaymikin, qilmaymikin? Yo'q. Siz o'zingizni tanangizni birinchi harakat qiling salomatlikka. Qaror qabul qiling, mahsulot iching, ham go'zal bo'lasiz, ham yosharasiz, ham quvvatga. Hali aytganimizdek, men o'zim tengqurlarim orasida ko'pchilik kasallar bor yoki masalan yotib qolgan sinfdoshlarim bor. Har doim aytaman, vaqtliroq harakat qilish kerak ekan. Yoshiga ham qarab aytaman, hozirdan tanangga harakat qil. Vaqtida o'sha kasallikni orttirmasdan sog'lig'ingga e'tibor ber, ertaga kasallik orttirmaysan. Mana bu ertaga seni go'zalliging yoshliging ushlab qoladi. Biza sog'lig'imizni yo'qotib, bu narsani angladik. Shu faqat yangi kelgan insonlarga faqat Svital choydan, shu antigelmin tozalovdan boshlayman. Shu keyin xudo xohlasa inson aloqasiga etapiga qarab korreksirovka qilamiz. Kerak paytda o'zimizning vrachlarimizga murojaat qilaman. Shunaqa. Inshaalloh mana o'zimni yaqinlarimda natijalarni oldim, kistalardan yoki boshqa har xil kasalliklardan. Qachonlardir menda o'sha natija bo'lgani uchun uyimga ham qidirib kelishadi. Mahsulot bering, qanaqa qo'shni chiqadi. Uni uchun meni oilamda sog'lom muhit bo'lgani uchun. Ana o'shaning uchun qo'shnilar ham so'rab chiqadi, choyimni so'rab chiqadi, antigelmi so'rab chiqadi yoki bronxolit so'rab chiqishadi shunaqa. Ana bu bizani o'sha oilamizda bo'lgan muhit va biza o'zimni o'sha nima deydi, bilimimni yoki o'zimni tajribamni oilamga yuqtirganim uchun deb o'ylayman. Tushunarli. Men bu sohani ham tushunmaydigan inson sifatida men sizni savolimga juda ham aniq javob oldim. Men juda ham yaxshi tushunib oldim nimadan boshlash kerakligini. O'ylaymanki, shuning ishtirokchilarimiz ham juda ham yaxshi bilimlar olishdi. Hali efirimiz tugamadi, lekin tugamasdan oldin ham sizga kattakon rahmat aytmoqchiman bugungi bergan bilimlaringiz uchun. Albatta, qaysidir vaqtdan keyin siz bilan yana bitta qayta efir qilib, hali bugun ochilmagan mavzularni, balkim qaysidir mahsulotlarni ko'proq chuqurroq o'rganib, ko'proq ochib beradigan efir qilamiz. Bunga va'da beraman. Agar shunaqa efir kutayotgan bo'lsangiz, albatta ishtirokchilar, iltimos izohlarda yozing. Biz hamma izohlarni o'qiymiz, hamma so'rovlaringizga javob berishga harakat qilamiz. Endi ketmay turasiz, Lo'ron opa, baribir ishtirokchilarimizga kichik bir bugun o'tirib biz bilan bilim olganlar uchun kichik sovg'amiz bor. Bizning lotereyamiz. Lotereyamizni o'tkazishdan oldin hozir 1 daqiqa men ulab olishim kerak bo'ladi. Ko'rinyapti menimcha. Mana bizni ishtirokchilarimizning soni. Bu insonlar bizda izohlar qoldirishgan. Faqat do'stlar, iltimos shartlarga e'tibor bering. Biz izohlarni faqat efirdan 1 soat oldingi vaqtgacha qabul qila olamiz, chunki biz tekshirishimiz kerak bo'ladi ID raqamlarni, Telegram kanaliga ulanganlarni. Shuning uchun undan keyin yozganlarniki ro'yxatga tushmagan bo'lishi mumkin, lekin xafa bo'lmaysiz, chunki keyingi hafta bizda yana efir bo'ladi. Yaqin orada anonsini beramiz. U insonni balkim tanimaydigan insonlar ham bo'lishi mumkin oramizda. U inson bilan ham sizni tanishtiramiz, yangi mehmonimiz bilan. Hozircha esa izoh qoldirgan ishtirokchilar orasida o'tkazamiz. Endi bizda kichik generatorimiz bor. Raqamlarni tanlaymiz. Bu raqam emas, keyingi raqamdan boshlanadi. 10-raqam. 10-raqamda bizda Tajibay va Gulnoza. Agar shu yerda bo'lsangiz, iltimos поднять руку tugmasini bosing, chunki shu yerda bo'lmasangiz biz sizga sovg'ani bera olmaymiz. Tajibay va Gulnoza, shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, sizni ekraningizda shunaqa adashmasam ko'k rang tugma bor, поднять руку deb yozilgan. Tak, menimcha yo'qlar, to'g'rimi? Biz kutdik, menimcha kelmadilar. Afsus, efirda bo'lmagan insonga biz sovg'ani bera olmaymiz, chunki efirda bo'lgan insonlar kichik bir bu uchun harakat qilishdi. Tajibay va Gulnoza. Yo'qlar. Xo'p, unda keyingi insonni tanlaymiz. 15-raqam. Bizda aytgancha 3 ta inson yutadi. Tak.
Sobirova Nodira. O'zimning biznes partnyorim. Da, u kishini ko'rdim man efirda, agar chiqib ketmagan bo'lsalar. Bor edilar, efirni boshida bor edilar. Mana ko'ryapman, oxirigacha shu yerda bo'lgan ekanlar. Bundan shubham yo'q edi. Tabriklayman Nodira opa, sizning sovg'a hisobingizga kichik yutuq tushadi. Biz sizga efirdan keyin aloqaga chiqamiz siz bilan. Tabriklayman. Endi ikkinchi inson tanlaymiz. 10-raqam yana bo'lyapti. 10-raqam yo'q edi. Уже biz tekshirib ko'rdik. Keyingi 5-raqam. 5-raqamda bizda Jo'raboyeva Dilnoza ekanlar. Jo'raboyeva Dilnoza, поднять ruku tugmasini bossangiz, shu yerda ekanligingizni isbotlaysiz va biz sizga mana shu yerdalar ko'ryapmiz Jo'raboyevada. Tabriklaymiz. Siz ham sovg'a hisobingizga kichik bir sovg'amiz bor, o'shani olasiz. Va 3-ishtirokchimizni tanlaymiz. 23 ostida. 23 ostida bizda Zafar Yakubov ekanlar. Zafar Yakubov, shu yerdamisiz? Qo'lingizni ko'taring iltimos, agar shu yerda bo'lsangiz. Yanglishmasam, bizning ham biznes partnerlarimiz bu ham. Tak, yo'q, boshqa inson ko'tardi qo'lini. Tak. Yana biroz kutamiz. Zafar Yakubov. Yo'q, boshqa insonlar ko'taryapti qo'lini. Afsus do'stlar, agar ismingiz chiqmasa, biz sovg'ani bera olmaymiz. Yutganlarni biz tasodifiy raqamlar generatori orqali tanlayapmiz. Lekin keyingi efirlarda omadingiz kelishi mumkin. Yoki Zafar Yakubov hali aloqaga chiqmasalar, yana bitta yangi boshqa ishtirokchini tanlaymiz. Tak, yo'qlar, to'g'rimi? Zafar Yakubov. Нет, yo'qlar. Хорошо, тогда 21-raqam bizda keyingisi. 21-raqam ostida bizda Qodirova Dilafruz. Ko'rgandek bo'ldim efirni boshida, ketmagan bo'lsalar. Qodirova Dilafruz, iltimos qo'lingizni ko'taring agar shu yerda bo'lsangiz. Qodirova Dilafruz. Adashmasam yo'q, to'g'rimi? Yangi inson qo'lini ko'tarmadi. Biroz kutamiz. Mana shu yerdalar. Ko'ryapman. Dilafruz opa, tabriklaymiz. Siz ham sovg'a hisobingizga Greenway Global tomonidan kichik bir sovg'ani yutib oldingiz. Dilorom opa, ularni tabriklashingiz mumkin agar xohlasangiz. Rahmat. Qarang, kompaniyadan berilgan bu imkoniyatlar har uchun davomli bo'lsin, bardavom bo'lsin. O'zimning biznes partnyorim Sobirova Nodiraga bundan ham omad, kvalifikatsiyalar, xudo xolsa master kvalifikatsiyadan pro master bo'lishni Allohdan so'rab qolaman. Hammaga davomli bo'lsin. Kompaniyadan minnatdor biza shuncha imkoniyatlarni berib, shuncha bizga mahsulotlarni va yana sovg'alarni berishiga biz ham cheksiz minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, shu jonli kanalga taklif qilgan shu nazokat, minnatdorchilik bildiraman. Siz ham hammada ishlaringizga omad, oilangizda tinchlik, afiyat, bundan ham yuksalik, bundan ham Alloh aziz qilib, bundan ham yaxshi ne'matlar bilan siylasin. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Tabriklayman, davomiy va bardavom bo'lsin. Sizga ham kattakon rahmat barcha ishtirokchilar nomidan va Greenway Global ma'muriyati tomonidan sizga minnatdorchilik bildiraman bugun vaqt aytganingiz uchun. Aziz ishtirokchilar, iltimos kommentariy izohlar bo'limida Telegram kanalimizda agar bugun qanaqadir yaxshi bilim olgan bo'lsangiz, kichik minnatdorchilik sifatida Dilorom Usmonovaga yozishingiz mumkin. Aytgancha, agar qanaqadir savollaringiz bo'lgan bo'lsa va ularga biz javob bermagan bo'lsak, uni ham yozishingiz mumkin. Biz albatta Usmonova Dilorom bilan birgalikda u savollarga javob berishga harakat qilamiz. Barchaga ishtirok uchun rahmat. Keyingi efirlarda ko'rishguncha. Rahmat. Kamchiligi bo'lsa, xatolar bo'lsa, o'zinaqa, savollaringiz bo'lsa, yana bemalol Alloh qodir qilgancha yana javob beraman. Salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.